Mamlakatimiz energetika tizimini modernizatsiya qilish va ishonchli elektr ta'minotini ta'minlash maqsadida yirik investitsion loyihalar amalga oshirilmoqda. Shulardan biri issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati tizimidagi Talimarjon issiqlik elektr stansiyasida barpo etilayotgan quvvati 1065 megawatt bo'lgan zamonaviy bug' gaz qurilmasi. Ayni kunlarda mazkur inshootning qurilish ishlari yakuniy bosqichga kirgan. Mega loyiha bo'yicha tashkil etilgan press turda bu haqda batafsil ma'lumot berildi. Prezidentimizning energetika sohasiga qaratayotgan yuksak e'tibori natijasida barpo etilayotgan investitsiya loyihalari qatorida Talimarjon issiqlik elektr stansiyasida qad rostlayotgan bug' gaz qurilmasi ham ishlab chiqarish quvvatlarini sezilarli darajada oshirishga xizmat qilishi kutilmoqda. Quvvati 1065 megawatt, qurilish ishlarining umumiy qiymati 944,187 million AQSh dollariga teng loyiha hamkor tashkilotlar tomonidan moliyalashtirilgan. This is very eco-friendly. O'zbekiston Respublikasi tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi hamda dunyoning ko'zga ko'ringan boshqa banklarining moliyaviy ko'magi asosida shakllantirilgan loyiha chinakam ma'nodagi istiqbolli loyiha deyish mumkin. Mazkur qurilmalardagi ikkita gaz turbinalarining har biri 385 megawattni, bug' turbinalari esa 185 megawattni tashkil etadi. Jahonning bir qancha davlatlarida bunday loyihalarga qo'l urilgan, lekin O'zbekistonda uning samaradorligi yanada yuqori bo'ladi. Inshootni barpo etishda Ispaniyaning Intesa Engineering Industrial, Yaponiyaning Mitsubishi Corporation va Turkiyaning Chalik Energy kompaniyalari hamkorlik qilmoqda. Uskunalar Yaponiya, Koreya, Xitoy va Amerika Qo'shma Shtatlaridan keltirilgan bo'lib, to'liq avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimi bilan ajralib turadi. Yosh kadrlarni bilimlarini oshirish uchun bizga Yaponiya, Italiya, Ispaniya, Turkiya davlatlarida qurilayotgan uskunalarimiz haqida malaka oshirish dasturlari bo'ldi. Yaponiya davlatini Mitsubishi korxonasida malaka oshirib keldik. Faqat Yaponiya emas, Italiya davlatlarida ham o'quv kurslari bo'lib o'tdi. Hozirgi vaqtda asosiy suv sovutish asoslari sekin-sekin ishlatib ko'rilmoqda. Sinov test jarayonlaridan o'tmoqda. Biz kutgandan ham yaxshiroq ishlab bermoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, qurilish to'la yakunlanib, bug' gaz qurilmalari ishga tushirilganidan so'ng stansiya yiliga 8 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Eng ahamiyatli jihati energiya tejamkor texnologiyalar tufayli yiliga 300 million kub metr tabiiy gaz tejalishi kutilmoqda. Burası sadece bir santral. Loyiha amalga oshirilgandan keyin Samarqand va Buxoro viloyati iste'molchilari Qarshi magistral kanalidagi 7 ta nasos stansiyasi va qator aholi punktlari barqaror elektr energiyasi bilan ta'minlanadi. Shu bilan birga qo'shimcha 200-250 ta yangi ish o'rni paydo bo'ladi. Mazkur bug' gaz qurilmalarini 2025-yilning yakuniga qadar ishga tushirilish rejalashtirilgan. Yangi investitsiya loyihasi energetika tarmog'i taraqqiyotida muhim qadam bo'lishi shubhasiz.